104 metr kvadrat 3-qavatda joylashgan ushbu kvartiramiz endilikda sotuvda. Hozir manzilini tashqaridan tushuntirib o'taman. Kvartiramizning manzili Sumalakda Gumbazli ro'parasida joylashgan Rayhon marketi tepasiga to'g'ri keladi. Kvartiramiz o'zi asli 3 xonali, lekin 4 xonali qilib qo'yishgan ekan. Planirovkalar tushuntirishdan oldin e'tibor berib qo'yasiz. Keyingina koridor orqali kirib boramiz. Mana bu tomonda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz joylashtirilgan. Menimcha kvadraturasi yaxshigina katta edi. 2 ta, 3 ta, hattoki 2 etajli karavot qo'ysangiz 4 tagacha bolani sig'dirsa bo'ladi. Bu esa kvartiramizdagi eng katta xona hisoblanadi. Ya'ni mehmonxona, konteynerlar o'rnatib qo'yishdi, bu tomonda televizorlari ham bor, mehki zonasi ham katta qilib planirovka qilingan ekan. Menimcha ikkita xonni bitta qilib o'rgan bilan teng kattalikda ekan. Keyingi ko'radigan qismimiz bu kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Buni ham planirovkasi juda ham yaxshi. Bu yerda yotoqxona bo'lsa, mana bu qismimizni ikkita chetlariga shkaflar joylashtirib qo'yishdi. Garderob sifatida foydalansangiz bo'ladi. Balkoni ham keng bo'lgani uchun yarim balkonni mana shunaqangi bu xonaga qo'shilgan, keyingisi oshxonaga ko'chirilgan. Uyimiz umumiy sanozlar aynan mana shu yerga joylashtirilibdi va mehmonxonani e'tibor bergan bo'lsangiz, katta qilingan, mehmonlar keladigan bo'lsa, mana shu joyda bemalol qo'llarni yuvib, ichkariga kirib ketaverishadi. Sanozlarga kirishi ham keragi yo'q. Keyingi xonamiz o'zi asli planirovka bo'yicha oshxona bo'ladi. Oshxona balkon ko'chirishgani uchun ovqatlanish xonasi tashkil qilingan. Eski domlarda bilsangiz, detskiy xona ham qilib qo'yishadi, lekin uyimizda xonalar soni ko'p bo'lgani uchun bizga detskiy xona shart emas. Oshxonamiz esa so'nggi ko'rib turgan qismingizda va hamma sharoitlarga ega. Xonadonimizning kommunal tarmog'ida umuman muammo yo'q. Narxiga keladigan bo'lsak, 66.700 dollar yana ozmoz o'tib beradigan joyi ham bor. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib shu kvartirani sotib olishingiz mumkin.